Hammaga assalomu alaykum. Xiva shahar Gilamchi kollej oldindagi domdan 68 kvadratli 3 xonali kvartiramiz sotib chiqdi. Adresini tushuntirib o'tadigan bo'lsam, ko'rib turganlaringizdan vokzal Gilamchi kollejni oldi tomonidan Giresli svetofor tenidan chap aylanganingizdan 3-podyezd. Yang'irangizda maktab, bu yon tomonimizda bog'cha bo'ladi. Uyingiz oldinda parkovkalari, hamma narsasi bor. Gaz ve suv hech qanday muammosi yo'q. Girib kelganimizdan uyimiz 3-podyezd, 3-etajda bo'ladi. 3-podyezdga chiqqanimizdan xonadonimiz chap tomonda joylashgan bo'ladi. Ko'rib turganingizdek bu yerda 3 dona xonadon, bizaniki chap tomonda. Ichana kiradigan bo'lsak, kirganimizdan bizning katta bir holimiz bo'ladi. Bu yon tomonimizda kuxnya, zal va tualet banyasi отдельный va ikkita spalniy xonasi bor. Bu yerda ko'rib turgan hamma narsasi qoladi va bir dona kir mashin olib ketiriladi ekan. Dokumentidan muammo yo'q. Ko'rib turganingizdek dokumenti tayyor. Bu yonimiz kuxnyamiz, ko'rib turganingizdek xolodilniki, o'zini mebellari. Eng asosiysi, bu yerda gaz va suv muammosi yo'q. Issiqqina, to'g'ri kiyimlaringizdan kelib yashayverasizlar. Bu yonimiz katta zalimiz. Devorlarimiz fonda ajoyib konditsionerlari, televizor hamda pardalari bor, ko'rib turganingizdek. Bu yon tomonimizda tualetimiz. Tualet banyalar отдельный bo'ladi. Bu yonimiz vannamiz. Bu yonimizda ham bir spalniy. Bu yon tomonimizda yana bir spalnimiz bo'ladi. Narxini egalari 370 million deb turibdilar. Dokumentida hech qanday muammosi yo'q. Bemalol ekranda egani nomeri bo'ladi. Telefon bog'lanaverasizlar. 370 milliondan yana ham kelishiladi. Gaz va suv, shuningdek Gilamchi kollej tomonlardan kimdir kvartira qidirib bo'lsa, shu videoni jo'natib qo'yaverasizlar.